Xudo berdi, juda ham yaxshi urug'lar topildi. Tojikiston Respublikasi Qo'rg'on-Tepa viloyatida, to'g'rimi? Qo'rg'on-Tepadan kelgan bemorimiz bor. Mikroteziya operatsiyasini qildik. Yoshligida tuxumlari tepada bo'lgan, kriptarxizm bo'lgan. Pastga tushirilgan, lekin azospermin urug' foizlari 0. Gormonlar haqida aytdim-a, FSG ulgurlar ko'tarilib ketgan dedim-a. To'g'ri. Urug' chiqish ehtimoli necha foiz dedim? 50. 50 dedim. Xudoga shukr, Xudo berdi, juda ham yaxshi urug'lar topildi. Endi bularni muzlatib qo'yamizda, inshaalloh endi bemor o'zi bolali bo'ladi. Necha yil bo'ldi uylanganingizga? 2 yil. 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi urug'ingizni nolligini bilganingizga. Undan beri lecheniyalar qildingiz-a? Foyda bermadimi? Yo'q, lecheniya foyda bermadi. Aha, bizni qayerdan ko'rdingiz? Instagramdan. Instagramdan ko'rib keldingiz. Yaxshi. Nima tilaklar endi? Nasib Xudo xohlasa, shifo bo'lib ketsin. Sizga ham rahmat, doktor. Xursandmisiz? Ha? Bo'ldi, bemor narkozda, hali to'liq o'ziga kelgani yo'q. Shuning uchun biroz hali so'zlari ham, gaplari ham aniq chiqmayapti. Xudo xayrli qilsin. Dadingiz bilan keldingiz-a? Ha. Hozir aytamiz dadingizga xursandchilik xabar, Xudo xolasa. Rahmat. Sog' bo'linglar.